Anlavatqanыңlar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlıq eser. 63. bab Mekkilikler bilen uruş kılışqa ruhsat kılınışı. Yuqorqilardan ma'lum bo'ladi ki, Peygamber Aleyhisselam dinga zo'rlash yuzasidan hech kim bilan urushqani yo'q. Faqat ig'iz orqali da'vat qilish bilan ko'paylangan. Peygamber Aleyhisselamga Quraysh xalqi tarafidan bo'layotgan turlik azor kulbatlarga chidashqa madad beradigan Qur'on oyatlarini Alloh taolo nozil qilib turadi. Ey Muhammed, sen irodalik payg'ambarlarga o'xshash chidamliq bo'lgin. U mushriklarga keladigan azobga oldirib ketmagin degan oyat shu jumladandir. Allah Teala peygamberining irodasini chingitish uchun onunğa payg'ambar qarindoshlarining qissalarini bayon qilib turadi. Mekkiliklarning zulmi haddidan eshib payg'ambar alayhisalomni o'ldirish suiqasdini planlaganda payg'ambar alayhisalom yurtini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Mushriklar musulmonlarni yurtlaridan nahaq haydab chiqarib, musulmonlarga avval chaqildi. Hicretden keyin Allah muhacirlarga Quraysh mushriklari bilan urushishga Qur'ondagi mono oyat bilan ruxsat qildi. Mushriklarning zulmiga uchraganligi uchun musulmonlarning ular bilan urush qilishiga ruxsat qilindi. İslam dinini qabul qilganligi uchun yurtlaridan nahaq haydab chiqarilgan musulmonlarga yordam berishga Alloh qodirdir. Sura Haj 39-oyat va 40-oyatning bir qismi. Ondan keyin Allah mono so'zlari bilan musulmonlarni urush qilishga buyurdi. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Allah yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qilguvchilarni Allah haqiqatan do'st tutmaydi. Ularni, ya'ni tajovuzchilarni uchratgan yerda o'ltiringlar. Ular sizlarni chiqarib o'tgan joydan sizlarni ularni chiqarib o'tinglar. Dindan qaytarish uchun mu'minlarga ziyonkashlik qilish odam o'ltirishdanmi qattiq gunohdir. Taki ular o'zi urush ochmoqcha haram masjidi atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular haram masjidi atrofida o'zi urush ochsa, ularni o'ltirib beringlar. Kafirlarning jazosi shundoq bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, ya'ni musulmon bo'lsa, Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Taki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'lga qo'yilganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qilg'uvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Urush cheklangan oyga tangdir. Ya'ni urush cheklangan oyda dushmaninglar sizlarga chaqilsa, sizlarmi shu oyda ularga chaqilsanglar bo'ladi. Hürmeti saqlanışqa tegishlik narsalar bir-biri bilan tangdir. Ya'ni hürmeti saqlanışqa tegishlik narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Kim sizlarga qanchalik chaqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chaqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Sura Baqara 190-oyatdan 194-oyatgacha. Şuna Peygamber Aleyhisselam başka Arap kabileleriga emas, faqatla Qurayshga chaqilgan. Keyin başka kabilelermi Quraysh kabilesi bilan til biriktirib, musulmonlarga qarshi turganlikdan Allah bunu so'zlari bilan butkul mushriklarga urush etishga buyurdi. Mushriklar sizlarga umumiylik hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi umumiylik urush qilinglar. Sura Tavba 36-oyatning bir qismi. Şunun bilen bütün müşriklarga qarşı urush qilish umumlashdi. Peygamber Aleyhisselam'ның kishilar la ilaha illalloh deganga qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Ular shundoq desa, ularning jiniga, meliga nahaq chaqilmayman. Qolgan ishlari ustida uningdan Alloh o'zi hisob oladi degan so'zining mazmuni ana shu. Yahudiler kelishimni buzib, mushriklarga urushda yordam berganida, ondan Allah Qur'ondagi mono so'zlari bilan Yahudilarga qarshi urush etishga buyurdi. Agar sen biror qavmning kelishimga vafosizlik qilishidan ansirasang,
ularning kelishimini o'ziga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Allah haqiqatan vafosizlarni do'st tutmaydi. Sura Anfal 58 oyat. Müslümanlar ulardan emin bo'lishlari uchun Yahudilar bo'ysungan yoki bosh to'laganga qadar ular bilan urush qilish faraz qilindi. Rasululloh dushmanlar bilan tuvandagi prinsiplar bo'yicha urush qildi. Birinchi, Quraysh mushriklari musulmonlarga oldi bilan chiqilganligi uchun tajovuzchi hisoblanib, toki Makka ishg'ol qilingan yoki ikki taraf orasida vaqtliq tinchlik kelishimi tuzilganga qadar ular bilan urushish va ularning savdo karvonlarini musodara qilish. Ikkinchi, Yahudilar kelishimga xiloflik qilib, mushriklarning tarafini olsa, Yahudilardan amin bo'lish uchun ularni surgun qilish yoki o'ldirish. Üçüncü, birer Arab qabilesi musulmonlarga tajovuz qilsa yoki Qurayshlarga yordam qilsa, ular bilan musulmon bo'lgunga qadar urush qilish. To'rtinchi, Xristiyan va Yahudilardan qaysi biri musulmonlarga oldi bilan chiqilsa, ular bilan toki islomga bosh ekkan yoki itoatmanlik bilan bosh to'laganga qadar urush qilish. Beshinchi, musulmon bo'lganlarning janiga, meliga nahaq chiqilmaslik. Ularning burunqi ishlarini surishti qilmaslik. Allah Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarni nozil qilib, musulmonlarni dushmanlar bilan jang qilishga rag'batlantirdi. Jangdan qochganlarni Allah ogohlantirdi. Urush qilganlarni Allah rag'batlantirib, Qur'onda mundoq dedi: Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Allah yo'lida urush qilsin. Kimki Allah yo'lida urush qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Sura Nisa 74-oyat. Allah Taala Qur'oni Karimda urushdan qochganlarni ogohlantirib mundoq dedi: Kimki o kunda qayta urushish yoki musulmonlar jamoasiga qo'shilishni maqsad qilmay, dushmanga orqasini qiladi ekan, ya'ni qochadi ekan, o haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey musulmonlar, urushda ularni sizlar o'ltirmadinglar. Balki Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad, bir siqim to'pini ularga chachqaningda sen çaşmadın. Belki onu Allah attı. Allah'ın bundaq qilishi müminlerini çiraylık inamlar arqılık sınaş üçün idi. Allah hakikaten hemmini anlap durğucudur. Hemmini bilip durğucudur. Sura Anfal 16-17 ayetler. 64. bab urushning boshlanışı. Quraysh xalqining Sham bilan tijarati bor edi. Shamga berib savdo-sotiq qiladi. Ularda tijorat bilan mang'uvchi bir jamoa bo'lib, ular karvon deyiladi. Quraysh mo'tavarlaridan nurg'un kishilar muhofazat qilish uchun karvon bilan birga mang'adi. Ular Shamga Madina orqali boradi. Payg'ambar alayhisalom Makka mushriklarining iqtisodiy kuchini ojizlatish uchun karvonning yo'lini to'sab, mollarini musodara qilishni o'yladi. Mundaq qilishning mushriklarni jangda yengishga foydasi bo'ladi. Arada urushning bo'lishi cho'qim edi. Chunki o'z dinida butun arablarning boshchisi bo'lgan Qurayshlar Payg'ambar alayhisalomning ularning diniga qarshi chiqqanligiga sukut qilib tura olmaydi. 65-bob qo'shin avatish. Hijriyaning 1-yili Ramazon oyida Payg'ambar alayhisalom tog'asi Hamza ibn Abdul Mutallibning boshchiligida muhojirlardan 30 kishini Qurayshlarning Shamdan qaytib kelayotgan karvonini to'sashga avatdi. Oq alamni Hamzaning do'sti Abu Marsatga tutqizdi. Karvonda Abu Jahil boshchiligida mushriklardan 300 kishi bor edi. Islom qo'shini otlanib Qizil dengiz bo'yidagi Is degan joyga yetib borganda karvon bilan uchrashdi. İki taraf sap tuzib, urushga hozirlanib turganda Juhayna qabilasining boshlig'i Majdi ibn Amr arg'a tushib, ikki tarafni urushdan to'sdi. Shuning bilan urushmay qaytib ketishdi. Musulmonlarning soni az, mushriklarning soni ko'p bo'lganlikdan Majdining mazkur ishiga Payg'ambar alayhisalom rahmat aytdi.
Şu yili Şavval ayida Hamzaning tog'asining o'g'li Ubayda ibn Harisning boshchiligida muhojirlardan 80 kishi Qurayshlarning karvonini to'sish uchun avatildi. Oq alam Mista ibn Usasaga tutqizildi. Qurayshlarning karvonida 200 odam bor edi. Musulmonlar Batni Rabih degan joyga yetganda karvon bilan uchrashdi. Ikki taraf o'rtasida o'q etishish bo'ldi. Mushriklar musulmonlarning büktirme qo'shini bo'lishdan qo'rqib qochdi. Musulmonlar ularni qo'g'lamadi. Mushriklardan Miqdad ibn Aswad, Utba ibn G'azvan musulmonlar tarafga qochib keldi. Ular burun musulmon bo'lgan bo'lib, musulmonlar tarafga o'tib olish uchun chiqqan edi. 66-bob vafot bo'lganlar. Şu yili Rasulullah'ның imildaş qarindishi muhacir Osman ibn Mas'un qaza qildi. U burulla musulmon bo'lganlardan bo'lib, ikkala hijratga qatnashgan edi. Osman dafn qilingandan keyin Payg'ambar alayhisalom uning qabrisiga suv chechishga buyurdi. Qabr ustiga tosh qo'ydirdi. Hamda shu tosh bilan qarindishimning qabrisini tunib olaman va oilamdan vafot bo'lganlarni shu yerga dafn qilaman dedi. Qabrlarga tosh qo'yishdagi maqsad ana shu edi. Keyingi davrlarda qabrlar ustiga turli binolarni silish va turli naqshlarni uyish ishlari paydo bo'ldi. Qaragan odamga ular xuddi butqa o'xshash ko'rinadi. Maytning urug' tuqqanlarining qabri ustiga kelib turli murosimlarni o'tkazishi ko'pincha Makka mushriklarining butxonlarda elib boradigan faoliyatlariga o'xshab ketadi. Oxiratga oid ishlarda Rasululloh qilmagan ishlarni qilish quruq avarachilikdir. Yana shu yili Ansarlardan Payg'ambar alayhisalomga berilgan 12 boshliqning biri Najjar jamoatining boshlig'i Asad ibn Zurara vafot bo'ldi. Asad vafot bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom Najjar jamoatiga boshliq bo'lishga o'zini ixtiyor qildi. Chunki Rasulullohning ular bilan yaqinchiligi bor edi. Şu yili yana mazkur boshliqlarning biri bo'lgan Bara ibn Ma'rur vafot bo'ldi. Ikkinchi Aqaba bay'atida vakolatan so'z qilgan ana shu kishi edi. Bu yili Makka mushriklaridan Valid ibn Mughira o'ldi. Valid sakratdagi chaqada bearam bo'ldi. Abu Jahl uningdan "Tag'a, nimishqa bearam bo'lasan?" deb so'radi. Valid "O'limdan bearam bo'layotganim yo'q. Mekkada Abu Kabashaning o'g'lining dinining ustunlik qozonishidan qo'rqyapman" dedi. Abu Sufyan uningga "Qo'rqma, uning ustunlik qozonmasligiga kepillik qilaman" dedi. Bu yili yana As ibn Vail o'ldi. Allah musulmonlarni bu ikki badbaxtdan qutqizdi. Hijriyaning 2-yili 67-bob Vaddan urushi. 2-yili kirib 12 kun o'tganda Payg'ambar alayhisalom Madinada o'rniga Sa'd ibn Ubadani qo'yib, Qurayshlarning karvonini to'sashga otlandi. Tog'asi Hamza bayroqdor edi. Ular Vaddan degan yerga yetib keldi. Karvon o'tib ketganligi uchun bu yerda urush bo'lmadi. Payg'ambar alayhisalom bu qatimqi safarda Zamura jamoati bilan ularga chaqilmaslik, zarur topilganda bir-biriga yordam berish kelishimi tuzdi. Madinadan chiqib 15 kundan keyin qaytib keldi. 68-bob Buvat urushi. Uzun o'tmay Qurayshlarning bir karvonining Shamdan qaytib kelayotganligi, karvonda Umayya ibn Xalaf boshchiligida 100 odam, 2500 tugi borligi anglandi. Payg'ambar alayhisalom 200 muhojir bilan Madinadan chiqdi. Alam Sa'd ibn Abi Waqqasga tutqizildi. Lekin ular Bavat degan joyga kelganda karvonning o'tib ketganligini anglab, urushsiz qaytib keldi. Chunki mushriklar ehtiyotchan bo'lib, o'zlari to'g'riliq xabarlarni Madinaliklardan yushirin tutadi. 69-bob Ushayra urushi. Payg'ambar alayhisalom Buvatdan qaytib uzun o'tmay Qurayshlarning cho'ng karvoni atlandi. Bu karvonda Qurayshlarning nihoyat ko'p meli va Abu Sufyan boshchiligida 20 necha odam bor edi.
Peygamber aleyhisselam Camadiyel evvel ayida muhacirlardan 150 kişi bilen karavanla to'sash uchun chiqdi. Peygamber aleyhisselam Medine'de öz o'rniga Abu Salama ibn Abdullah Asadni qo'ydi. Hamza bayroqdor bo'ldi. Ular O'shayra degan joyga yetib borganda karvonning o'tib ketganligini uqdi. Peygamber aleyhisselam bu urushda Bani Mudlij qabilasi va ularning ittifoqchilari bilan ittifoq tuzdi. Ondan karvonni qaytgan chig'ida to'smoqchi bo'lib Madinaga qaytdi. 70-bob 1-qatimliq Badr urushi. Peygamber aleyhisselam O'shayradan qaytib uzun o'tmay Kuruz ibn Jabir Pihri Madina xalqining o'tloqdagi chorva mollarini talon-taroj qilib qochib ketdi. Peygamber aleyhisselam Medine'de o'rniga Ansarlardan Zeyd ibn Harisani qo'yib, Kuruz ibn Jabirning orqasidan qo'lab chiqdi. Bayroqni Ali ibn Abi Talib ko'tardi. Ular Safvan degan joygacha orqasidan qo'lab keldi. Lekin Kuruz ketib qolgancha tutolmay urushsiz qaytib keldi. Bu 1-qatimliq Badr urushi deb ataladi. 71-bob qo'shin avatish. Peygamber aleyhisselam şu yili Recep ayida Abdullah ibn Jahsh boshchiligida 8 kishilik bir qo'shinni avatdi. Abdullahga pechatlangan bir parcha xatni tutqizib, uni otlanib 2 kun mingandan keyin xatni ichib, mazmuni bo'yicha ish qilishga buyurdi. Abdullah otlanib 2 kun mingandan keyin xatni ichib qaradi. Xat mundaq edi: Bu xatimni o'qib, Naxla degan joyga borib, Quraysh arablarini kuzatib, ular to'g'riliq ma'lumot olib kelgan. Peygamber aleyhisselam öz düşmanları bo'lgan munofiqlar yoki yahudilarning o'qib qilib Qurayshlarga xabar qilib qo'yishidan ansirab, bu maqsadni Madinadagi chaqda boshqalarga uqtirmadi. Ro'shanki qo'shinning soni oz bo'lib, dushmanga taqobil tura olmaydi. Yo'lda Sa'd ibn Abi Waqqas bilan Utba ibn G'azvan mingishib ketayotgan tuga yo'qib ketganlikdan qo'shindan ayrilib qilishdi. Qolganlar mingib Naxla degan yerga yetib borganda Qurayshlarning karvoni uchirdi. Karvonda Amir ibn Hazrami, Osman ibn Abdullah ibn Mughira, uning qarindoshi Nawfal va Hakim ibn Kaysallar bor edi. Musulmonlar karvonga hujum qilib, malni qo'lga tushirish qaroriga keldi va Rajab oyining oxirgi kuni ularga hujum qilib, Amir ibn Hazramni o'ldirdi. Osman bilan Hakimni asir oldi. Nawfal qochib ketdi. Musulmonlar karvondagi malni tugilari bilan elib qaytdi. Mushriklar ularning orqasidan qo'g'lab kelolmadi. Musulmonlarning o'z dushmanlari bo'lgan Qurayshlardan bo'lgan tunji g'animati shu bo'ldi. Ular Madinaga qaytib kelganda Quraysh mushriklari bilan Yahudilar qo'shinni jang qilish cheklangan oylarda urush qildi deb aybladi. Musulmonlarmi ularga qaydi. Peygamber aleyhisselam ularga "Sizlarni cheklangan oylarda urush qilishga buyurmagan edim" dedi. Ular urush qilganligiga pushaymon qildi. Bu haqda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad, ular senden urush cheklangan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, haram masjididan to'sish va haram masjidi ahlini haydab chiqarish Allohning dargohida taxmo cho'ng gunohdir. Dindan qaytarish uchun mu'minlarga ziyonkashlik qilish odam o'ldirishdan og'ir gunohdir. Sura Baqar 217-oyatning bir qismi. Shuning bilan urush qilganlarning qayg'usi ko'tarildi. Mushriklar 2 asrni to'lam bilan qaytarib olishni talab qildi. Peygamber aleyhisselam Sa'd bilan Utba qaytib kelgandan keyin shunda qilayli dedi. Ular qaytib kelgandan keyin to'lam elib 2 asrni qo'yib berdi. Hakim ibn Kaysan islom dinini qabul qilib, musulmonlarning yanida qoldi. Osman musulmon bo'lmay Makkaga qaytib ketdi. 72-bob qiblaning o'zgartirishi. Peygamber aleyhisselam Madinada turgan 16 oy jarayonida namozni Baytul Muqaddasga qarab o'qidi. Ka'bani qibla qilishni xohlaydi. Bu haqda osmonga qarab Allohga duo qiladi. U namozdagi chaqida Alloh uningga qiblaning Ka'ba tarafga o'zgarganligini vahiy qildi.
Payg'ambar alayhissalom namozda turibla qiblani o'zgartib Ka'ba tarafga yuzlandi. Orqasidagi namoz o'qiyotganlarmi agishib Ka'ba tarafga yuzlandi. İmanı sus bazı musulmonlar mushu vaqa sababidan dindan qaytib ketdi. Qibla o'zgarganlikdan Yahudilar hadab islom dinini aybladi. Vaholanki mashriq mag'ribning hammasi Allohning mulki bo'lib, xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydiganligini ular tushunmadi. 73. bab Ramazon ro'zasining farz qilinishi. Mushu yili Sha'ban oyida Alloh islom dinidagilarga Ramazon oyida bir oy ro'za tutishni farz qildi. Buningdan ilgari payg'ambar alayhissalom har oyda 3 kun ro'za tutadi. Ro'za islom dinining asoslaridan va islom dinining ijtimoiy tuzumini mukammallashtiradigan farzlaridan biri. İnsanning xususiyati shuki, inson o'z nafsini la o'ylaydi, shaxsiy manfaatni la ko'zlaydi. Ojiz miskinlarning ehtiyoji bilan kori bo'lmaydi. İnsan ro'za orqali ochliqning va utsizlikning ta'minini etib, ko'ngli yumshaydi. Axloqi tuziladi. Shuning bilan ojiz beshoralarning beshini silab, ularga sadaqa, ihson qiladigan bo'ladi. 74. bab Fitr sadaqasi. Allah Ramazon ro'zasining orqasida sadaqa fitrni vojib qildi. Shunga inson sadaqa fitrni saxiliq va chin ko'ngli bilan beradi. 75. bab Zakotning farz qilinishi. Bu yil mollarga zakot berish farz qilindi. Zakot bo'lsa, baylarning pul malini xo'ratmay, kambag'al miskin qarindoshlarini ta'minlaydigan birdan-bir tuzum. Zakotning o'lchami bo'lsa, dinar 20 ga yetsa, dirham 200 ga yetib yil to'shsa, 40 dan birini, ya'ni 100 dan 2,5 ni berish farz. Yuqoridan ko'p bo'lsa, shu o'lcham bo'yicha hisoblanadi. Qo'y 40 ga, kala 30 ga, tuga 5 ga yetsa, shariatning belgilamasi bo'yicha uningdan ma'lum miqdorni kambag'allarga berish farz. Savdo mollari, dehqonchilik mahsulotlaridan ma'lum miqdorda zakot beriladi. Zakatni musulmonlarning mas'uli topshirib bilib, tuvandagi oyatda ko'rsatilgan faqir va boshqa munosib kishilarga taqsim qilib beradi. Zakot faqat faqirlarga, miskinlarga, zakot xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, yo'l xarajatidan ayrilib qolgan musofirlarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Allah hemmeni bilgüsüdür. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Sura Tevbe 60. ayet. Taassubdan xali aqlli kishilar bir qarash bilan zakat tuzumi baylarning pul malini xo'ratmay, kambag'allik baloyi ofatini azaytadi deb hukm qiladi. Kambag'allik baloyi ofati nurg'un mamlakatlarning yo'qsullarini davlat tuzumiga qarshi chiqishga, ovatliqni, omonlikni buzadigan qilmishlarni paydo qilishga olib keldi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.